O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 18-mart kuni Yevropa Ittifoqining xalqaro hamkorlik bo'yicha komissari Yozef Skela boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Suhbat chog'ida O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida ko'p qirrali munosabatlarni yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Tomonlar transport va logistika, energetika, raqamlashtirish, qishloq va suv xo'jaligi, boshqa ustuvor yo'nalishlarda qo'shma loyiha va dasturlarni ilgari surishdan ikki tomon ham manfaatdor ekani ta'kidlandi. Jozef Skela Markaziy Osiyoning 5 ta davlatiga 7 kunlik safarini yakunladi. Yevropa komissari Toshkent, Ostona va Dushanbeda qator shartnomalar imzoladi. Bu Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitida keng ko'lamli kelishuvlarni mustahkamlashdan oldin vaziyatni tekshirish edi. Ushbu imzolangan kelishuvlar Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo mamlakatlariga hamkorlikning muqobil variantlarini taklif qilish orqali mintaqadagi o'z mavqeini mustahkamlash istagini namoyish etadi. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen boshchiligida ishlab chiqilgan Global Gateway dasturi Xitoyning bir makon bir yo'l tashabbusiga Yevropa muqobilidir. Ushbu strategiya doirasida Yevropa Ittifoqi transport infratuzilmasini rivojlantirish, muhim xom ashyo sohasida hamkorlik, mintaqada raqamli aloqani yaxshilash hamda suv, energetika va iqlim sektorlarini rivojlantirishga e'tibor qaratmoqda. Bularning barchasi mintaqa davlatlarini Yevropa tizimiga bog'lash mexanizmi bo'lib xizmat qilish kerak. Markaziy Osiyodagi geosiyosiy kurashning o'yinchilari Rossiya, Xitoy, AQSh va Yevropa Ittifoqidir. Markaziy Osiyo bu mustamlaka mamlakatlarni neft, gaz, oltin, mis, uran, nodir metallar va boshqa qimmatbaho foydali qazilmalarning ulkan zaxiralari bilan o'ziga tortadi. Bundan tashqari, mintaqa orqali Osiyo, Yevropa va Yaqin Sharq mamlakatlarini bog'laydigan muhim tranzit va kommunikatsiya yo'llari o'tadi. Eski dunyo tartibini yo'q qilish sharoitida Yevropa Ittifoqi Amerika ta'siridan chiqishga intilmoqda va o'z o'rnini saqlab qolish uchun kurashmoqda. Yevropa Ittifoqi mavjud bo'lishi Markaziy Osiyo resurslari va salohiyatiga muhtoj bo'ladi. Mustamlakachi davlatlar musulmonlarga qarshi jinoyatlar sodir etishda, ularning boyliklarini talon-toroj qilishda, musulmon mamlakatlardagi mustabid tuzumlar hukmdorlarini o'zlarining buzuq loyihalariga tortishda davom etmoqda. Musulmonlar payg'ambarlik minhoji asosidagi ikkinchi Roshid xalifalik davlatini o'rnatilishini e'lon qilib, bu yirtqich mustamlakachilarning iflos, qonli qo'llarini kesib tashlashlari kerak. Shunda yer yuzi islom adolati tufayli gullab yashnaydi va ummat yana avvalgidek butun dunyoga yaxshilik, xavfsizlik va tinchlik olib keladigan, insonlar ichidan chiqarilgan eng yaxshi ummatga aylanadi. Alloh taolo marhamat qiladi. ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. Ular u kun qachon bo'lur deb so'raydilar. Shoyatki yaqin bo'lsa deb ayting.